Assalomu alaykum. Qozonga taxladingiz, olovga qo'ydingiz, pishdi, suzdingiz. Faqat bu qozon kopi go'shtlari yumshoq, kartoshkalari qarsillab chiqishi uchun ayrim sirlari bor. Video davomida aytib o'taman, saqlab qo'yishni unutmanglar. Qozon kabob go'shtini xuddi kabobdagi marinad qilib olamiz. Marinad retseptini pastga yozib qoldiraman. Marinadni bir konda qilib qo'ysangiz yana ham yaxshi. Agar shoshilinch bo'lsa, 1-2 soat tursa ham yetadi. Qozon kopi uchun shunaqa sap-sariq galanavli, ezilib ketmaydigan mazali kartoshkani tuzli suvda tuzlab qo'yamiz. Qo'y dumbasini ko'rsatilgandek qilib kesib olib, qozonni tagiga taxlab, ustidan tuz sepib, so'ng kartoshkani solib, ustidan ziravorlarni sepib, marinadda turgan go'shtimizni ustidagi piyoz pomidorlarni tozalab, qozonga taxlab olamiz. Masalliqlarni taxlab bo'lganimizdan so'ng qozonni baland olovga qo'yib, qopqog'ini yopib, 10 daqiqa baland olovda ushlab, jizzani hidi chiqishni boshlagandan so'ng, olovni eng pastiga qo'yib, go'shtni qattiq yumshoqligiga qarab, 1,5 soatdan 2,5 soatgacha dimlab qo'yamiz. Hammada qozon olov har xil bo'lishi mumkin, shuning uchun dimlangandan keyin orada 1-2 marta ochib, suvini tekshirib tursangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu go'shtli delikateslar hamma bilgan mazali va sifatli Rozmet brendining mahsulotlari videoda ko'rsatilgan yangi mahsulotlarni sotuvga chiqarishibdi. Mana ovqatimiz ham dimlanib bo'ldi. Go'shtlarni qozondan olib turib, olovni o'rtacha baland qilib, kartoshkalarni ustini qotirib olamiz. Kartoshkalarni qotirishda ozgina usti qotib olgandan so'ng keyin aralashtirasiz. Juda ham baland olov qormaymiz, bo'lmasa tez kuyib ketadi. Kartoshkalarni suzib olgandan so'ng go'shtni ham bitta yog'ga solib, ustini chiroyli qizartirib, issiqini qilib olamiz. So'ng o'zidan chiqqan qaynoqni yog'larini quyib, stolga tortamiz. Sizlar ham yaqinlaringizga xuddi shu retsept bo'yicha tayyorlaganingizda bundan ham zo'r chiqishini tilab qolaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ham ulashib, bitta like aymasangiz xursand bo'laman.